Ustilari xrustlashi, ichlari kartoshka va sirli sharikchalar tayyorlaymiz. Juda mazali bo'lib chiqadi. Sirlari shunaqangi cho'zilib, ishtahojar bo'lib chiqadi. Souslarga botirib, mazza qilib, ishtaha bilan yeydigan kartoshkali sharikchalar bo'ladi. Birinchi bo'lib kartoshkalarimizni bo'laklarga bo'lib olishdan boshlaymiz. Bo'laklarga bo'lib olib, suvga solib, qaynatib, yaxshilab pishirib olamiz. Kartoshkalarimiz pishgandan so'ng olib, yaxshilab ezib, ustiga tuxum, tuz, qizil paprika va un solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qo'llarimizni ozgincha unlab, kartoshkali massamizni olib, sirlarni ichiga solib, xuddi shunaqa tayyor sharikchalarni xuddi shunaqa qilib talqonlarga aylantirib olamiz va qizib turgan yog'imizga solib, 10 minut davomida orqa oldini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Qizarib chiqqan sharikchalarimizni salfetkalarga olamiz, yog'larni ozgincha silkitib olish uchun va oila a'zolarimizga chiroyli qilib taqdim etib, ularni duosini olishda davom etamiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ringlar, like bosishni unutmanglar. Tayyorlab ko'rganingizdan keyin kommentariy yozish esingizdan chiqmasin.